Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz ayniyatlarni isbotlash, ifodalarni soddalashtirish. Birinchi misolga e'tibor qaratamiz. Demak, birinchi misolimizga qaranglar nima deyapti. Kasrni qisqartiring debdi ekan. Harfli ifodalar bilan ishlaymiz. Oddiy masalan, isbotni 3-mavzuda o'tganimizda kasrni qisqartiring deydi, masalan, sonlar qisqartiraylikki, endi harflar bo'yicha shug'ullanamiz. Ko'ryapsiz-a? Nima qilamiz? Qisqa ko'paytirish formulalar rol o'ynaydi. Hammasini ishlatamiz. Keyin ko'paytuvchilarga ajratib olgan holda ishlaymiz. X kvadrat minusdan 3xy taqsim 9y kvadrat minus x kvadrat. Kasrni qisqartiring deyapti Zulfizar. Yuqoridan nimani chiqarib olsam bo'ladi? Yuqoridan x ni chiqarib olsam bo'ladi. Qaysi birini? X ni birinchisini chiqarib olaman, ha? Demak, x ni birinchisini chiqarib olayotgan bo'lsam, qavs. Nima qoladi x kvadratning joyida? Bitta x qoladi minus 3ta y qoladi. X chiqib ketyapti, to'g'rimi? Joyida 1 qoladi. Endi 1 ni yozish shart emas. 1 ko'paygan bilan baribir o'z holiga qaytib qoladi. Tagiga e'tibor qaratamiz. 9ta y kvadratmi? O'sha 9ta y kvadratni bitib yozib olsam, qaranglar. 3ta y ni qas kvadrat desam bo'ladimi? 9 3 kvadratni. Tepada y kvadrat turibdi. 3ta y qas kvadrat birdan yozib olyapman. Tushundingmi? Minusdan x ni nimasi? Kvadrati. Qaysi formula? A kvadrat minus B kvadrat formula. Yani qisqa ko'paytirish formulasida A kvadrat minusdan B kvadratga tushadimi? Qayta oshib chiqiladi bu. A minusdan B ko'paygan A plusdan B. Mana shu formuladan foydalangan holda ishlaymiz. Demak, tagini ochib chiqsam, qaranglar. Mana kasr chizig'i. Tagi nima bo'ladi? 3ta y minus x ko'paygan 3ta y plus x. Ko'ryapsiz-a? Qaysi bilan qaysi qisqartirib olsak bo'ladi hozir? Tepa x minus 3y, past 3ta y minus x. Qaranglar. Yig'inda ayirmada bitib qisqartirib bo'lmaydi. Ya'ni x bilan x qisqardi, 3y bilan 3y ketib, unaqa bo'lmaydi. Nima bo'lishi kerak? Qas bir xil bo'lishi kerak qisqartirib olishlar uchun. Va bir xil emas, to'g'rimi? Demak, yuqorida bitta minus ishorasini chiqarib olsak bo'ladimi? Tepadan minus chiqarsam qaraymiz. X minus 3y dan bitta minus ishorasini chiqarib olsa, minus x oldiga chiqib ketadimi? Demak, minus x ko'paygan qavs. Qaranglar, minus chiqarganlaringdagi ishoralar qarama-qarshisiga o'zgaradi. Plus x ishorasi nima bo'ladi? Minus 3y ishorasi plus. O'sha plus 3y ni birinchi yozaman, minus x ni orqasiga yozib olaman. Tushunali? Birda joylarni o'zgartirib oldim. Zulfizar tushunmay qolgan. Shuniga tagi. Tushuninglar, tushunyapsiz-a? Tagini yozayotgan bo'lsa, 3ta y minus x va ko'paygan 3ta y plus x. To'g'rimi? Ko'paygan 3ta y plus x. Tushunali? Endi qaysilar qisqaradi? 3ta y minus x bilan 3ta y minus x bir xil bo'lgancha qisqartirib yubordim. Tushunmay qoldik. Tushuninglar? Nima qoladi? Mana tinglang. Tepada minus x, tagichi 3ta y plusdan x qoladi. Tushunali? Bormi shunaqa javob? Bora? Qaysi javob? B javob. Hamma tushundi-ya? Avazbek tushundi-ya? Xo'p, keyingi misolimiz, ikkinchi misolga qaraymiz. Kasrni qisqartiring deyapti. Nima qilsak bo'ladi? Avaz buni x ning kubi plus 2x. Tepani ko'paytiruvchiga ajratamiz. Nima chiqarib olsak bo'ladi? Eng kichik narsani chiqarib olamiz. X ni birinchisini. Demak, ichkari nima qoladi? X ni kubini joyida. X kvadrat plusdan 2ta x kvadrat joyida bitta x qoladi, to'g'rimi? Plus 1, yaxshi. Tagiga qaranglar. X plus 1 qas kvadratimi? Ochib chiqsak bo'ladimi? Ha, Usmon 16-yozdi, tushuntirib ketdi. Demak, x kvadrat plusdan 2ta x plusdan 1. Kim tushunmay qoldi ochib chiqqaniga? A plus bilan qas kvadrat ochib chiqdim hozir. Demak, mana ikkalasi nima bo'lyapti? Bir xil bo'lyapti, Shodiyona. Tushunmaymi, ochib chiqqanimda. Buni A, buni B deb A plus bilan qas kvadrat ochib chiqdimda. Yuqorida nima qoldi? X qoldi. Tushunarli? D javob, ha? Zulfar tushundiga? Xo'p, keyingi misolga e'tibor qaratamiz. Hisoblang deb qo'yibdi. Nima qilsak bo'ladi bu 5-misolimizda? Qaranglar, buni soddalashtirib olamiz. Avazbek nima qilamiz bu misolda? Xo'p, mana buni yozyapman. 5 qaraymiz. Ko'paygan
4 ni nechili kvadrat deb olsam bo'ladi? 2 ni kvadrat desam, mana ustiga yozaman, qaranglar. 2 ni kvadratini qavsda 2 ta n -3 darajani ustidan daraja uchsa darajalar ko'payadi. Mana bu 2 har biriga ko'payib chiqadi. Shunaqa bo'ladimi? Demak, mana 2 Alish 2 ga ko'paysa 4n 4n - 6. Qara, shunda ham mana shu joyga buni soddalashtiramiz. Qaranglar. 20 ni 5 ko'paygan 4 deb olsam bo'ladimi? Demak, qaranglar. -5 ko'paygan 20 ni 4 deyapman. 4 ni 2 ni kvadrati. Mana shuni ko'paytirayotgan bo'lsam 20 qaytarib beradi hozir. O'rta ko'paygan. Xo'p. Darajani ustidan daraja tushyapti. Darajalar nima bo'ladi? Ko'payadimi? Demak, 4n - 8 bo'ladi. 2 ni ustida 4n - 8. Tushunarli? Xo'p, demak, tenglik. Boshda yozib kelaman mana bu qatorda. 5 ko'paygan 2 ni darajasida 4n - 6. O'rta -5 ko'paygan. Qaranglar, ikkilar bir xilmi? Darajalar bir-biriga qo'shiladi. Asoslar bir xil bo'lib o'rta ko'paytma bo'lsa, darajalar bir-biriga qo'shiladi. Demak, qaranglar, 2 ni darajasida 2 plyusda 4n - 8. Qaranglar, plyus bo'lgani uchun qas qo'yib o'tirmam. Agar shu joyda bo'linib turganda ayrilaydi-ku, qas qo'yib olgan bo'laydi. Bittalab minusni ta'sirlashtirib chiqamiz. Demak, 4 bilan -8 ni hisoblasak, -6 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Demak, 5 ko'paygan 2 ni darajasida 4n - 6. Shu yerda yana tushdi-ya. Qarang, bir xilmi? Bir xil? Nima bo'ladi? 4 ta 5 ta 5 ta ertalasak, 0, ha? Endi mana orqasi xuddi yo'q deb tasavvur qilsak, 5x ta 5x ta yer desa, 0 bo'ladimi? Demak, bu ham nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Hala, qaysi javob? Javob. Hamma tushundiya? Keyingi misolga qaraymiz. A teng 1/2 b bo'lsa, mana shu ifodani topib bering deyapti. Shunaqa? Nima qilsak bo'ladi-ya bu misolda? Aslibek nima qilamiz? A teng 1/2 b bo'lsa, a kvadrat ko'paygan b kvadrat minus a ko'paygan b plus 1 ni topib bering deyapti. O'rniga A o'rniga nima qo'yib chiqamiz, Shohruh? 1/2 böyle. Mana qaranglar. Mana bu ani o'rniga qo'ysak hozir. Ani o'rniga qo'ysak 1/2 bni qavs nimasi? Kvadrati. Ko'paygan b kvadrat o'rta minus a ko'paygan b. Ani o'rniga nima qo'yamiz? 1 mana. Ani o'rniga qo'yibman. Ani o'rniga 1/2 b ko'paygan b plus b. Tushunarli? Demak, birni kvadrati 1, 2 kvadrati 4, bni kvadrati ko'paygan b kvadrat. Ha, bular nima bo'ladi? Qisqaradi. Minusda 1/2 plus 1. Tushunarli? Demak, b kvadratlanib ketadi. Nima qoladi? 1/4 minus 1/2 plus 1 deydi 1. Tushunarli? Necha umumiy maxraj? 4. Yaxshi, bunga bittadan, bunga ikkitadan, bunga to'rttadan. Demak, tenglik. 1 kara 1 1 minus 2 kara 1 2 plus 4. Tagichi 4. 1 da 2 ertashasak minus 1 plus 4. 3 bo'ladi. 3/4 yoki 0,75. Bormi shoqqa javob? Javob. Tushundiya? Hamma tushundimi? G'anishir, tushunyapsiz? Xo'p, 17-misolimizga qaraymiz. Demak, 17-misolimiz nima deyapti? Quyidagi keltirilgan tengliklardan qaysi biri ayniyat debdi ekan. Nima deyapti Asadbek? Ayniyat deyapti. Ayniyat degani nima degani? Tenglik degani. Ya'ni, men chap tarafni soddalashtiraman, keyin o'ng tarafni soddalashtiraman, ikkalasi bir-biriga teng chiqishi kerak. To'g'ri? O'shanda ayniyat isbotlangan bo'ladi. Ya'ni o'sha qismi ayniyat bo'ladi. O'shalarni topib ber. Qaysilar ayniyat? Mana shu 4 ta variantdan deyapti-da. Demak,
Birinchisi ayniyatmi? Birinchisiga qarayapti. Ana bu joyida minusi bor ekan, ha? Keyinlar mana mahrajdan bitta minus chiqarib olinglar. Tagidan. Men yuqorisiga yozib olaman. Pi kvadrat minus q kvadrat, to'g'rimi? Bu qismini yozyapman. Taqsim nima ekan? Pi kvadrat plus q kvadrat, to'g'rimi? Tenglik. Pastdan bitta minus chiqarib olsam-da, hozir mana shu joyda. Minus oldiga chiqaman. Shu minusni suratga chiqarsam, men oldidagi minus bilan nima bo'ladi? Plus chiqib ketadi. Demak, tepa turaveradi. Pi kvadrat minusdan q kvadratligicha pastdan minus chiqarib olyapman-ku men mahrajida. Joylar o'zgaradi. Minus pi kvadrat ishorasi nima bo'ladi? Plus pi kvadrat bo'ladi. Plus q kvadrat ishorasichi? Minus q kvadrat. Birdan joylarini ham to'g'rilab ketyapti. Shole? Endi qaranglar. Xo'p, suratlar bir xil, surat bir xil bo'ldimi? Oldida ishoralari ham bir xil bo'ldi, plus, kassada oldi ishora. Mahrajga qaranglar-da. Mahrajda joylari ham bir xilmi? Faqat bittasi nima? Plus, ikkinchisi minus. Ayniyatmiki? Yo'q. Demak, birinchisi to'g'ri emas. Shole? Ikkinchisiga qaraymiz endi. Ikkinchisiga biz birdan qarasa qaranglar-da. Pi kvadrat plus q kvadratmi? Taglarni pi kvadrat plus q kvadrat to'g'ri kelyapti. Yuqori qaranglar. Pi kvadrat plus q kvadratmi? Va hech shart yo'qki, bu yerda ishora bor, plus bo'ladi. Bu yoqqa pi kvadrat plus q kvadrat to'g'ri kelyapti, faqat oldin ishora bo'ladi, minus. Bu ham ayniyat emas. Shole? Demak, ikkinchisi ham ayniyat bo'lmadi. Uchinchisiga qaraymiz. Xo'p, mana uchinchisi yozayotgan bo'lsak, tepani yozyapman. Pi kvadrat plus q kvadratmi? Pi kvadrat plus q kvadrat. Mahrajiga qaraveramiz. Oldi minus ekan, ha? Oldi minus ishorasi bor ekan. Tagi pi kvadrat minus q kvadratmi? Xo'p, pi kvadrat minusdan q kvadrat tenglik. Mahrajdan nima ishora chiqaramiz? Minus ishora chiqarib olsak bo'ladimi? Pi kvadrat plusdan q kvadratmi? Xo'p, mahrajiga qaranglar. Q kvadrat minus pi kvadratga shu yerda nima ishora chiqaramiz? Minus chiqarsak nima qoladi ichkarida? Pi kvadrat minus pi kvadrat-ku, plus pi kvadrat bo'ldi. Minus ishora chiqarsa, ichkaridagi ishoralar qarama-qarshisiga o'zgaradi. Men joylarni o'zgartirib ketaman birdansiga. Plusni birinchi yozib, minusni keyin yozib olyapman-da. Demak, minus pi kvadrat plus pi kvadrat bo'ldi, birinchi yozib olyapman. Plus q kvadrat ishorasi minus bo'ldi, uni orqasiga yozib olyapman. Tushundingmi? Men minus ishorani qayerga chiqaraman? Suratga, kasrni o'rtasiga chiqarib olsam-da. Nima bo'ladi kasr o'rtasiga chiqarib olsam? Men minus va yuqoriga chiqib qoladimi? To'g'rimi? Bu ishora ketib pi kvadrat plus q kvadrat tepadan to'g'ri kelyapti. Mahraj to'g'ri kelyapti. Oldi minus bo'ldimi? Buni ham oldi minus. Bir xil bo'ldimi? Tenglik ikkala tarafi ham. Demak, uchinchi ifodamiz ayniyat ekan. Tushunmay qolyapman, shodiyona. Nilufar yozaymi shu joyga qaytadan? Tushunarli bo'ldi? Demak, to'rtinchi ifodachi. To'rtinchi ifoda. Mahrajiga qaranglar. Q kvadrat minus pi kvadratmi? Shu yerdan bitta minus ishora chiqarib olsak-da mahrajida. Minus ishora chiqarib olsak, minus qayerga chiqadi? Suratga chiqartaman, ikkita minus nima bo'ladi? Plus ikkita mahrajda minus chiqarib olsak, to'g'rimi? Bu bilan plus ikkita. Demak, mana pi kvadrat minusdan q kvadrat mahraj. Joylar o'zgarib qoladimi? Minus pi kvadratimiz plus pi kvadrat. Keyinchi minusdan q kvadrat qoladimi? Xo'p, joyini o'zgartirib oldim. Oldin minus chiqarib oldim, suratdan minus bilan plus ikkita, ham mahrajdan minus chiqarib oldim. Mana yerga ikkita minus plus ikkitaga tushungan bo'lsak, mana shu joyga. Bu tarafni yozayotgan bo'lsam, pi kvadrat minus nima? Shodiyona q kvadrat kasr chizig'i tagiga pi kvadrat plus q kvadratmi? Hamma joy bir xil, qaranglar. Pi kvadrat plus q kvadrat suratlar bir xil kelyapti. Mahraj pi kvadrat plus q kvadrat, pi kvadrat plus q kvadrat bir xilmi? Yo'q. To'g'ri kelmadi bu ham. Qaysi ifoda to'g'ri keldi? Faqat uchinchi ifoda to'g'ri keldi. Sejo. Hamma tushundi ayniyatga? Tushundiga? Xo'p, 22-misolimiz.
soddalashtiring debdi ekan. Soddalashtiring. Nima qilsak bo'ladi buni? Suhrab buni qaytib ishlab olsak bo'ladi. B kvadrat minusdan 1 plus b ning 4-si taqsim b kvadrat plus 1 o'rta bo'lingan 1 minus b taqsim 1 plus b kvadrat. Birinchi ochratda qavs ichiga nima beramiz? Hosilbek. Umumiy mahraj beramiz. Kasrni o'rtasida turgan ishora nima bo'ladi? Suratga bittalab ta'sirlashadi. Demak, b kvadratda nima bor? 1 bor. Umumiy mahraj bu bo'ladi, b kvadrat plus 1 bo'ladi. Demak, buni ustiga b kvadrat plus 1 deb beramiz. Tushunarli? Qaranglar, yana tagida 1 bor ekan, bunda ham 1 bor. Faqat bunga b kvadrat beriladigan o'quvchi atashadi. Yig'inda ayirmada unaqa bo'lmaydi. Yig'inda ayirmada to'liq umumiy mahraj qilib beriladi. Buni ustiga nima beriladi? 1 beriladi. Tushunarli? Tushunyapsiz joyga? Mana bu joyda 1 bor ekan, demak bunda ham bor. Faqat bunga b kvadrat beraman degan o'quvchi atashadi. Yig'inda ayirmada unaqa bo'lmaydi. Umumiy beriladi. B kvadrat plus 1 buni ustiga 1 buni ustiga berildi. Tushunarli? Qasdicha birinchi bajarib olyapman. Demak, b kvadratga b kvadrat ko'paysa nima bo'ladi? Buni 4-si, mana qaranglar. B kvadratga plus 1 ko'paysa, plusdan b ning kvadrat. Tushunarli? Berdi bunga ko'paytirib chiqsam, baribir o'zi kasrning o'rtasida turgan ishora yuqoriga qavs sifatida bittalab ta'sirlashadi. Demak, minusga 1 da oldin ishora bor. Plus, minusga plus, minus 1. Minusga plus. Nima bo'ladi? Minusdan b ning 4-si. Kasr chizig'i. Tagi nima? B kvadrat plus 1 ga 1 ko'payadi. 1 ko'paygan bilan baribir qiysharsa o'zgarmaydi. Demak, mahraji b kvadrat plus 1. Qavs yopildi. Tushunarli? O'rta nima? Bo'linma. Bo'linma nimaga aylantirib olamiz? Ko'paytmaga. Demak, ko'paytma qilsak b kvadrat plus 1 tagichi 1 minus b. Tushunarli? O'zgartirib olgan ishlarni ko'paytib aylantirib. B kvadrat birinchi yozdim, plus 1 keyin yozib olyapman-da. Farqi buni yo'q. To'g'rimi, Shohruh? Demak, bular ketdimi? Nima qiladi qavs ichida? Minus 1. Tagichi? Aha, ko'paygan. B kvadrat plus 1 tagi 1 minus b ku o'sha yerda bitta minus chiqarib olsak nima bo'ladi? B minus 1 joylari o'zgaradi. Mana bu joydan nima chiqarib oldim? Minus ishora chiqarib oldim. Mana minus chiqarib olyapman. Minus 1 ishorasi nima bo'ldi? Plus b. Plus 1 ishorasichi minus 1 bo'lib qoldi. Tushunmay qoldikmi? Dilfar, tushundingmi? Mana qaranglar. Mana bu bilan mana nima bo'ladi? O'rta ko'paytma-ku. Qisqarib ketadimi? Tepani mana buni 1 kvadrati bo'lsam bo'ladimi? Qaysi formulaga tushadi? A kvadrat minus b kvadrat Masadbek a kvadrat minusdan b kvadratga tushadi. To'g'rimi? Demak, ochib chiqsak b minus 1 b plus 1. Tushunarli? B minus 1 b. Tagichi kasr chizig'i minus b minus 1. Shunaqa? Demak, mana bular bir xilmi? Qisqarib ketami? Xo'p, minus qarshi nima? B plus 1. Bormi shunaqa javob? Minus ta'sirlashtirib chiqarganmi ichkariga? 22-chi misolimiz. Minus ta'sirlashtirgan, ha? Minusga plus. Minus b. Minusga plus. Minus b. Yo'q. Shohruh, tushunyapsiz-a? Hamma tushundiya? Yigirma 4-chi misolimizga qaraymiz. Manfiy darajani ko'ryapsiz-a? Nima degani? X minus 1-si degani? X da qanaqa raqam bor? Bitta aylanib oladi, to'g'rimi? Minus yo'qotib olishimiz uchun mana qavs 1 taqsim x. Y minus 1-si ham bitta aylanib 1 taqsim y. Xo'p, 1 taqsim y birinchisi, y birinchisi baribir o'zi bo'ladi, o'shaning uchun yozib o'tirmayapman-da. 1 yozib o'tirmayapman. Agar 2 bo'lganda aniq yozilgan bo'ladi. Xo'p, o'rta ko'paygan. X ko'paygan y. Tagi nima? X plus y qas kvadrati.
Shunaqa? Demak, umumiy mahraj bunga nechtadi? Y. Bunga x. Nima bular? X plus y bo'ladimi deb umumiy mahraj tushundikmi? Bunisiga y dan, bunisiga x berdim, taglari bir-biriga ko'payib qoladi. X ko'payib y bo'ladi-da. Demak, tagi x ko'paygan y. Tushunarli? Tushunmay qoldikmi? Demak, ko'paygan x ko'paygan y tagichi x plusdan y ni qaz kvadrati. X y'lar nima bo'ladi? Qisqaradi. Mana bu qaz bilan mana bundan bittasi qisqarib ketadimi? Yuqorida nima qoladi? 1 qoladi. Hammasi qisqarib ketyapti. Mahrajimizda x plus y. Tushunarli? Qaysi javob? B. D. Shunaqa? Hamma tushundi-ya? 28-misolimizga qaraymiz. Soddalashtiring debdi 28-misolimizni. Xo'p, soddalashtirib olsak, qaranglar. Qavs yozsam. Xo'p, mana bitta mahrajiga bitta e'tibor qaratinglar-da. Mahraj ko'ryapsizlarmi? X kvadrat minus 10x plus 25 mi? Nimani qavs kvadratini beradi bu? X minus 5 da Tushunarli? X minus 5 qavs kvadrat. Bu x minus 5 mi? Umumiy mahraj qaysi bo'ladi? Bumi? Bumi. Darajasi kattasi bo'ladi. X minus 5 qavs kvadrat. Shu joyga bitta sonni o'ylasalar-hamda qaranglar. Masalan, 3 taqsim 2 plusdan 5 taqsim 4 desam, ya'ni 2 ni kvadratiga 5 taqsim 4 degan. Qaysi umumiy mahraj bo'ladi 2 bilan 4 ga? 2 ni kvadrat, ya'ni 4 bo'ladi, to'g'rimi? Harflarda ham o'shaqa tartib. Ikkalasi ham bir xil mana. Qavs kvadrat bo'ladi, umumiy mahraj, to'g'rimi? Shohruh, x minus 5 qavs kvadratimi bu? Bu x minus 5. Demak, umumiy mahraj bunga nechta yetmayapti? Bitta x minus 5 dan bitta kerak bo'lyapti-da. Bunga nima kerak? 1 kerak. Hamma narsa yetadi-da. 1, to'g'rimi? Ya'ni mahraji x minus 5 qavs kvadrati bo'ldi. Demak, mana 2x ga x ko'paysa qavs uchun ishlash boshlab yubordik. 2 x kvadrat, 2x ga minus 5 minusdan 10 ta x, 1 ga x ko'paysa plus x. Tagi nima bo'ldi? X minus 5 ni qavs kvadrat. Tushunarli? Mana nima shu o'rtasi? Bo'linmami? Nima qilamiz? Ko'paytma. Ko'paygan x kvadrat minus 25 tepaga chiqib ketyapti. Mahrajchi 2 ta x minus 9. Shu yerni tushunmay qoldikmi? Bo'linma ko'paytmaga aylantirib bo'ladi. To'ppa-to'g'ri aytyapmiz. Minusda 5 ko'paygan x plusdan 5 tagichi x minusdan 5. Shunaqa? Demak, xo'p, mana bitta soddalashtirib olsak-da, qaranglar-da. Mana ustiga yozaman. 2 ta x kvadratmi? Minus 10x plus x nechi bo'ladi? Minusdan 9 ta x bo'ladi, to'g'rimi? Ikkalasidan nimani chiqarib olsak bo'ladi? Mana bu ikkalasida. X ni birinchisini chiqarib olsak bo'ladi. Mana tenglik. X ni birinchisini chiqarib olsam qavs. 2x kvadrati joyida 2x qoladi, ha? 2 ta x minus 9. Tushunarli shu joy? Mahraj x minus 5 ta qavs kvadrati. Tepani qaranglar. Mana bu 25 ta, 25 ta. Nima deb olsak bo'ladi shuni? 5 ta kvadrati deb a kvadrat minus b kvadratga qo'ysak bo'ladi. Demak, o'rta ko'paygan x minus 5 x plus 5. Tagichi 2x minus 9. Xo'p, o'rta minus, to'g'rimi? 5 ko'paygan x minus 5 ko'rinyapti mana shu yerda ham. Tagi nima? X plus 5 ekan o'zi. X plus 5 tagi x minus 5. Qaranglar, o'rtasi ko'paytma bo'lgan joyiga qisqartirib olsak bo'ladi, o'xshaydiganlarni. 2x minus 9 bilan 2x minus 9 qisqarib ketadi.
x minus 5 qasi kvadrati bilan x minus 5 qisqarib ketadi. Ko'ryapsiz? Demak, x ko'paygan x plus 5 bo'lyaptimi bu? X ko'paygan x plus 5 ko'ryapsiz? Xo'p, bular qisqarib ketdi. X ko'paygan x plus 5 bo'ldi. Mahrajga qaranglar. Bu x minus 5 bilan x minus 5 qasi bitta ketdi, nima qolyapti? Bitta qolyapti. Mahrajda x minus 5 minusdan 5 ko'paygan x plus 5 tagichi. Tagi x minus 5. Shunaqa? Demak, x minus 5 x mahrajlar bir xilmi? Umumiy kasrni bitta ko'rsak bo'ladimi? Mahraj bir xil bo'lganiga umumiy mahraj bermay, yuqorini ko'paytuvchiga ajratmoqchi bo'lsak, ikkalasida nima bor? X plus 5 bormi? O'shani chiqarib olsam bo'ladimi birdansiga? Sizlar tushunmay qolamizmi? Demak, x plus 5 chiqarib olsam qo'y ikkalasidan. Qaranglar. Nima qoladi bu joyda? X minus nima qoladi? 5. Mahrajimiz nima? X minus 5. Qisqarami? Tepada x plus 5. Cha'la x plus 5 bo'lgan. Qaysi javob? A javobi. Xo'p, A javob ekan. Cha'la, kimda savol bor? Xo'p, bu misolga qaraymiz. 31-misolimizni soddalashtiring degan. Nima qilsak bo'ladi? Mana formula orqali ishlasak bo'ladi bu misolda. A ko'p plyusdan B ko'p degan formulamiz bormi-da? Qisqa ko'paytirishda qaytib olib chiqilaydi bu. A plyusdan B ko'paygan A kvadrat minusdan A ko'paygan B plyusdan B ning kvadrat. Tushunamizmi? Mana shu formula orqali ishlasak bo'ladi. Suratini soddalashtirib olamiz. Qaranglar. Suratni yozib olaman. X minus 1-ni qas kubi. Minus 1 ga 3 ko'payib, minus 3 ni qaytarib beradi. Plus 8 ni nima deymiz? 2 ni kubi, 2 ni 3-chisi. Tushunarli? Demak, mahraj o'zini yozib olaman. Plus 4 mi? Xo'p, tenglik A ko'p plus B ko'pga tushyapti surati. Olib chiqsak bo'ladimi formula orqali? Demak, bu birinchisi nima? A mi? Buchi B. Shunaqa? Ketdik. Qavs A plus B. Demak, x minus birinchisi plus 2. A kvadratmi? X minus 1 ni qas kvadrati. Ko'paytirib olsak x minus 2 bo'ladi. Minus 1 ga ko'paytirib olsak. O'rta minus A ko'paygan B. Demak, x minus 1 ga 2 ni ko'paytiramizmi? Shuni 2 ni birinchi yozib olsam bo'ladimi? Farqi yo'q, x ko'paygan 2, 2 ko'paygan x ikkalasi bir xil narsa. Demak, plus B kvadrat. Necha kvadrat bo'ladi? 2 kvadrati 4. Tushunyapsiz shu? Demak, mahraj. Mahrajni yozsak x minus 2 minus 2 ko'paygan x minus 1 plus 4. Mahrajni ko'chirib oldim. Xo'p, demak, bular nima bo'ladi? Hisobida bir xil, x minus 1 plus 2. Xo'p, x ni qiymati 0.5 ga berilibdi. 0.5 degani nima degani? 5 taqsim 10 degani. Demak, 1 taqsim 2 degani. Tushunarli? Qaranglar, o'zi masalan x ni qiymatini berganda ham o'sha o'rniga qo'yib ishlash bu xato bo'ladi. Chiqadi, chiqmaydi emas, lekin ancha qiyin bo'lib ketadi. Har doim nima qilish kerak? Berilgan qiymatni olib borib qo'yishdan oldin soddalashtirish kerak. Iloji boricha ixchamlar kelishimiz kerak, oxirida qo'yishimiz kerak. Hozir biz ixchamlar bo'ldik-ku, to'g'rimi? Endi x o'rniga nima qo'yaman? 1 taqsim 2 ni qo'yib qo'yaman. Qaranglar, x ni minus 1 ku bu, to'g'rimi? 1 taqsim 2 olib qo'ysak sherga. 1 taqsim 2 ni nimasi bo'ladi? Minus birinchisi. Tushunarli shu joyi?
Demak, plus nima bo'ladi? 2. Shuniga? Xo'p, tenglik. 1 taqsim 2 minus 1 degani nima degani? Minus yo'qolsa bittanglar 2 bo'lib qoladimi? Demak, 2 plus 2. Javob nima bo'lib qolar ekan? 4 bo'lib qolar ekan. Bora shunaqa javob? Hamma tushundiya? Javob. Tushundiya? Xo'p, 10-misolimizga qaraymiz. Tipa a kub plus b kub. Buni sur'atichi a kvadrat minus b kvadrat. Formulani beradi, qisqa ko'paytirish formulalarini. Demak, yuqorini ochib chiqsak a kub plus b kub bo'yicha soddalashtiring degan misolimizda. Xo'p, x plusdan y buni ochib chiqyapmiz, to'g'rimi? Demak, ko'paygan x kvadrat minusdan x ko'paygan y plus y kvadrat. A plus b, a kvadrat minusdan a ko'paygan b plus b kvadrat formulaga qo'ydikda. A'ga x kvadrat minusdan x y plus y kvadratmi? Xo'p. X kvadrat minusdan x ko'paygan y plusdan y kvadrat. Tushunarli? O'rta ishora minusmi? Xo'p, minus kasra chizig'i. Tipa a kvadrat minus b kvadratga chiqadi. Ochib chiqayotgan bo'lsa qayta ochib chiqiladi. X minus y x plus y. Ta'gachi? Ta'ga x plus y. Xo'p, mana qarashda nima bo'ladi? Qisqarib ketami? Tepada nima qoladi? X plus y. Mana x plus y ketadimi? Minusdan qavs x minus y. Shuni qisqartirib o'rganimga, ochib chiqib qisqartirib o'rganib tushunyapmiz. Demak, x plusdan y minus aslashtiramiz. Minusga plus, minus x, minusga minus, plus y. Xo'p, plus x bilan minus x ketadi. Y ga qo'shsak 2 ta y. Shunaqa? Tushunarli bo'ldimi? Bora shunaqa javob? Qaysi javob? B. Hamma tushundiya? Xo'p, keyingi misolga qaraymiz. 39-misolimiz. Ifodani soddalashtiring. Demak, ifodani soddalashtiring. Nima qilsak bo'ladi? Qavs ichidan boshlab olamiz, to'g'rimi? Qaranglar. Ko'paytuvchiga ajratib olsak bo'ladimi mahrajini? M kvadrat minus m dan nimani chiqarib olamiz? Asalbek, hozir bu joydan m ni birinchisi chiqarib olamizmi? Nima qoladi? M minus 1. Shunaqa? Demak, umumiy mahraj nima bo'ladi? Bunda m minus 1 bor, bunda m minus 1 ko'paygan m bor. Demak, buni ustiga nimadan? M dan umumiy mahraj bu bo'ladi tagiga. To'g'rimi? Mahraji. Demak, ikkalasi ham bunda borki, buni ustiga 1. Shunaqa? Demak, 1 kara 1. 1. Qavs yozib olamiz. 1 minus m ni 1 ga ko'paytirsak, m bo'lib qoladi. To'g'rimi? Qavs yopildi. Mahraji nima bo'lyapti endi? M ko'paygan m minus 1. Xo'p, m ko'paygan m minus 1. Tushunarlimi? O'rta ko'paygan m taqsim nima? M plus 2. Plus bu joy, ha? M taqsim m kvadrat minus 1. Oxirida yozib o'raman. Tushunib turibdi-da, mana bu joy yerga tushdi. Xo'p. Suratdan qaranglar. Mana bu m bilan m ni qisqartirib olsak bo'ladimi? Mahrajdan nima chiqarib olamiz? Minus 1 chiqarib olamiz. Demak, minus 1 chiqarsam, minus m ni ishorasi nima bo'ladi? Plus m. Plus 1 ni ishorasi nima o'zgaradi? Minus m. Tushunarlimi? Xo'p. Mahrajda nima qolgan? M minus 1. Ko'paygan 1 taqsim m plus 2. Bu joyni ko'chirib olyapman. 1 taqsim m plus 2. Plus oxiri nima edi? M taqsim m kvadrat minus 4. Tushunarli? Bular qisqarib ketami? Nima qoladi? 1 qoladimi? Minus 1 qoladi, to'g'rimi? Minus 1 ga bu yerda plus 1 ko'paysa nima bo'ladi? Minus 1 tagichi m plus 2. Xo'p, o'rta plus
Mahraj 4 nechining kvadrati? 2 ning kvadrati deb ochib chiqsak bo'ladimi? Demak, m kvadrat minus 2 ning kvadrati deb a kvadrat minus b kvadrat formulasidan foydalanib ochib chiqsak, nima deb ochib chiqiladi? M minusdan 2 ko'paygan m plusdan 2. Tushunarli? Demak, bu ikkalasi umumiy mahraj qaysi bo'ladi? M minus 2 ko'paygan m plus 2 bo'ladi. M plus 2 bormi buni tagida? Nima beriladi? M minus 2 umumiy mahraj qilib beriladi. Demak, tenglik minus 1 ga plus 2 ni ko'paytirsak, minus m, minus 1 ga minus 2 ni ko'paytirsak, plus 2. Ikkinchi plus m. Xo'p, buni ustiga nima umumiy mahraj bo'lyapti? 1 bo'lyapti. 1 ga m ni ko'paytirib olsam, plus m ni yuz bo'lib qoldi. Mahraj nima bo'lyapti? M minus 2 ko'paygan m plus 2. Shunaqa? Xo'p, bular ketadimi qisqarib? Minus m bilan plus m 0 ketadi. 0 ga 2 ni qo'shsak 2. Tagi nima bo'lib qoladi? M minus 2 m minus 2 ko'paygan m plus 2. Tushunarli? Bormi shunaqa javob? C. Hamma tushundiya? Savol yo'qmi? Xo'p, 42-misolimizga qaraymiz. 42-misolimiz. Soddalashtiring. Xo'p, qaytib soddalashtirib olsak bo'ladi. Demak. Qaranglar, adin oz bo'lsin. Hamma joyim. 5 ko'paygan 2 ni nimasi? 2 ni kayinchisi taqsim 2 ni kvadrati bo'lsa bo'ladimi? 2lar bir xilmi? Darajalar bir-biridan ayriladi. Mana k minus 2 bo'ladi Avazbek, to'g'rimi? Plus 10 nima? Ko'paygan. Buni ham shu joyni to'g'rilab olsak, qaranglar. 2 ni kayinchisi taqsim 2 ni birinchisi. Bo'linma ko'rinishga keltirib olaylik ayirmani. Agar yig'indi bo'lganda ko'paytma ko'rinishga keltirib olaylik. Demak, ikkilar bir xilma, darajalar bir-biridan ayrilib k minus 1 ni qaytarib beradi. Demak, kasra chizig'i tagiga qaranglar. 10 ni ko'ryapsizmi? 10 ni 2 ko'paygan 5 deb olsam bo'ladimi? Agar shu 10 ni 2 ko'paygan 5 ni qas nimasi? K plus ikkinchisi bo'lsa, bo'lma degan 2 ni ham k plus ikkinchisi, 5 ni ham k plus ikkinchisi deganda o'rta ko'paytmak-ku. Demak, 2 ni darajasida k plus 2 ko'paygan 5 ni darajasida. Asadbek tushunmayapsizmi? Tushunyapsizmi? 5 ni ham darajasida nima bo'ladi? K plus 2. Tushunarli? Demak, qaranglar. Suratdan 2 ni kayinsini chiqarib olsak bo'ladimi ikkalasidan? Bo'ladi, 2 kayinsini chiqarib olsak? Xo'p. 2 ni kayinsini chiqarib olayotgan bo'lsak, qavs ichkarida nima qoladi? 5 taqsim 2 ni kvadrat qoladi. 5 taqsim nima degani bu? 4 deganimi? 5 taqsim 4 plus 2 ni kayinsini chiqaribki, bunda nima qoladi? Unda tagida 1 bor, 5 tagida 1 bor. Buncha o'zi 1 qoladi joyida. 10 kara 1, 10, 1 kara 2, 2. 10 taqsim 2 qoladi. Tushunarli? Demak, kasra chizig'i tagini yozayotgan bo'lsak, qaranglar. Buni ham to'g'rilab olsak, 2 ni nimasi degan bu ham? Kayinchisi ko'paygan 2 ni kvadrati deb olyapman. 2 ni darajasida k plus 2 ni. O'rta ko'paygan. 5 ni kayinchisi ko'paygan 2 ni, uzr, 2 ni debman, adashdim. 5 ni kvadrati deyishim kerak, to'g'rimi? 5 ni kvadrat. Bular nima bo'ladi? Qisqaradi. Yuqorida hisob-kitob qilsak, 4 bilan 2 umumiy mahraj 4. Bunga nechtadan? 2 tadan. 2 kara 10 20. 20 ga 5 qo'shsak 25. 25 taqsim 4. 25 ta. Katta kasrda chizig'i. Xo'p. 2 ning kvadrati ko'paygan 5 ning kayinchisi ko'paygan
5 ning kvadrati. Bunday qanaqa raqam bor? 1. To'rtqatorga asr o'tganmi? Bunga 1 ko'payadi, 4 ga bular ko'payadi. To'g'rimi? To'g'rilab olayotganmisiz? Xo'p, tenglik 25 ga necha ko'payadi? 1 mi? 25 ni o'zi, ha? Kasr chizig'i. Tagi 2 ni kvadrati ko'paygan. 5 ni nimasi? Qaysinchisimi? Ko'paygan. 5 ni qayerda taqildi? Mana 4 ga. Aha. Ko'paygan 4. Mana 4 ham ko'payadi, to'g'rimi? Bularni yozib oxirida yozmoqchi edim. Qayerga mayli orasini yozib yubordim. 5 ni kvadrat. Tushunarli? Va bularga necha ko'paydi? 4 ko'paydi. Mana 4 ni o'rtaga yozib yubordim. Demak, qaranglar. 25 bilan 5 kvadrati qisqaradi. Va 25 deganda mahraji. Demak, surat 1. Tagi nima qilyapti? 2 ni kvadratimi? Mana 4 degani. Bu ham 2 kvadrat deganimi? 2 ning kvadrati 2 ning kvadrati ko'paysa 2 ni 4-inchisi bo'ladimi? Ko'paygan 5 ni qayinchisi. Tushunarli? Demak, soddalashtirib qo'ysak, 42-misolimizni qaranglar, variantlarda qanday aytibdi bu? Mana buni 2 ni 4-inchisi degan 16 deganimi? 16 nechining kvadrati? 4 kvadrati. Ko'paygan 5 ni qayinchisi, to'g'rimi? Suratga chiqaryapti. Qaranglar. 4 ni minus 2-inchisi deyapti. Ko'paygan 5 ni minus qayinchisi. Minus bo'lsa, ya'ni bitta aylanib 1 taqsim 4 kvadrati, bu minus yo'qotsa 1 taqsim 5 ni qayinchisi o'z holiga qaytadi. Minus daraja berib oldim, suratga chiqarib oldim bundan. Tushunarli? Demak, bormi shunaqa javob? B javob. Hamma tushunda? Mana 43-misol shuni o'zi. Shunga o'xshaydi, o'zi emasmi? Shunga o'xshaydi. Ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, xo'p, 44-misolimizga qaraymiz. Ushbu ifoda, ya'ni mana ifodani aytyapti. Ko'ryapsizlar-a? Ushbu ifoda n ning nechta natural qiymatida natural son bo'ladi deyapti. Endi ko'ryapsizlarmi? N ning nechta natural qiymatida qaranglar, mana katta n qo'yib, n ga qanaqa son qo'y degani? Kichkina n ga qanaqa son qo'y degan? Natural son qo'y deganda, n ning nechta natural qiymatida mana shu ifoda nima bo'lsin? Natural son bo'lsin deyapti. Tushunarli? Boshqa misollarda n ning nechta natural qiymati butun son bo'lsin deyish mumkin. Shartlar o'zgarib keladi, e'tiborli bo'lamiz. Demak, mana shu ifodamiz, ko'ryapsiz-a? Shu ifodamiz n ning nechta natural qiymatida bu ifoda nima bo'lsin? Natural son bo'lsin. Endi raqam tanlagan holda ishlanadi. Tushunarli? Demak, buni soddalashtirib ishlasalar ham bo'ladi. Demak, qaranglar, nima qilamiz? 12 minusdan 3 ko'paygan, endi ko'ryapsizlar-a? Mahraji nmi? Har birini adin nechiga bo'lib o'ramiz? N ga bo'lib o'rsak bo'ladimi? Mahrajlarni adinni yozib olsak. Tushunarli shu joy? Demak, 12 taqsim elib qoladimi bu joy? Mana bu n'lar nima bo'ladi? Qisqaradi. Minus 3. Tushunarli? Avazlik mana shu joy n ga adin bo'lib o'ryapman-da. N ga natural son qo'y, ifodanga nima bo'lsin deyapti? Natural son chiqsin deyapti. Hozir entada umumiy mahraj bersalaring, misollaring o'z holiga qaytadi yana. Demak, endi qaranglar, o'ylab raqam berasizlar-da. Nimaga? 12 ni bo'la olishi kerak berayotgan natural sonlarimiz. Bo'la olmasa qanaqa son bo'lib qoladi? Butunli son bo'lib qoladi. Masalan, 4,5, 3,5 ular natural son emas. Natural son nima degani o'zi? Sanash uchun ishlatiladigan sonlarga natural son deyiladi. Sanoqda ishlatiladigan sonlarga 1, 2, 3, 4 oxirgi o'zi. 4,5 masalan natural sonmi? 4,6 natural yo'q. 1, 2, 3 to'liq bo'lishi kerak. Tushunarli? Demak, endi raqam tanlasak, 1 qo'ysak, qaranglar. 12 ni ichiga bo'lamiz. Endi bir olyapman-ku. 12 bo'lingan 1. 12 ni 1 ga bo'lsak, 12. 12 dan 3 tersak, 9. 9 natural son, ha? Ifoda ham natural son chiqsin deyapti. Demak, 2 qo'ysak, kenglar. 12 ni 2 ga bo'lamiz. Enga 2 olib borib qo'yayapman hozir o'zi. 12 2 ga bo'lsak 6. 6 dan 3 tersak 3. 3 ham natural son. Demak, 3 qo'ysak. 12 3 ga bo'lsak 4. 4 dan 3 tersak 1. 1 ham natural son. Demak, 4 o'zini olib borib qo'ysak, 12 ni 4 ga bo'lsak 3. 3 dan 3 tersak 0. 0 natural son emas. Demak, 4 to'g'ri kelmadi. 5 qo'ysak, 12 5 ga bo'linadimi?
bo'linmaydi. 5 ni qo'yib ham bo'lmaydi. 6 qo'ysak, 12 6 ga bo'lsak, 2 2 dan ishlatsak -1 natron emas. Xo'p, 7 8 9 dan to'g'ri kelmaydi. 12 ni o'zi bo'ladi. 12 ni 12 ga bo'lsak 1. 1 dan ishlatsak -2. U ham natron emas. Qolgani qaranglar 13, 14, 15, 16 ular birortasi to'g'ri kelmaydi. Chunki 12 dan katta bo'lib ketdi o'zi. Tushunarli? Demak, endi nechta qiymatida deyatdi? 1, 2, 3. 3 ta qiymatida ekan. Endi 3 ta qiymatida foda natron bo'lar ekan. B javob. Tushunarli? Avazbek tushundikmi? Asilbek? Xo'p, hamma tushunda? Demak, 48-misolimiz. Foda natron bo'ladigan inning barcha natron qiymatlari nechta deb degan. Foda natron bo'ladigan inning barcha natron qiymatlari nechta? Yana shu savol, a? Foda mana. Inga qanaqa son qo'yishimiz kerak? Natron qo'ysak, mana bu foda nima bo'lishi kerak ekan? Natron bo'lishi kerak ekan. Yana mana shu savol. Demak, qaranglar. Adin nimaga bo'lib yuboramiz? Bitta soddalashtirib yuboryapti buni ham. N kvadratga bo'lib yuborsam bo'ladimi? Minusdan 128 taqsim n kvadrat. N kvadratlar nima bo'ladi? Qisqarib ketadi. Nima qoladi? 16 minus 128 taqsim n kvadrat. N ga natron qo'y deyapti. Foda ham nima chiqsin? Natron chiqsin. Foda natron bo'ladigan n'ning barcha natron qiymatlari nechta debdi ekan. Ketdik. N ga 1 tanlasak. N o'rniga barobar 1 ni kvadrati 1. 128 ni 1 ga bo'lsak, 128, 16 dan 128 deb tanlasak, minusdan 112 bo'ladi. Bu natron emas. Demak, 1 to'g'ri kelmaydi. 2 qo'ysa, ha inga 2 ni kvadrati 4. 128 ni 4 ga bo'lsak 32 bo'ladi. Demak, 16 dan 32 ni yasalang minusdan 16. Demak, 2 ham to'g'ri kelmaydi. Natron chiqsin deyapti-ku, butun son chiqib qolyapti-da. Shartda bunaqa deganda, inga natron qo'y, foda butun son chiqsin deganda, ularni ham hammasini hozir olgan bo'lardi. Ya'ni 1 dan 2 qo'yib hisoblaganimizni ham olsak bo'laydi-da. Natron chiqish kerak fodamizni. Demak, 3 qo'yib bo'ladimi? 3 kvadrati 9, 128 9 ga o'zi bo'linmaydi. Demak, o'sha natron chiqmaydi, butun hisob bo'lib qoladi-da. Nechidir butun bo'lib qoladi. Uchun o'sha umuman to'g'ri kelmaydi. 4 qo'ysak. 4 kvadrati 16. 128 ni 16 ga bo'lsak necha bo'ladi? 8 bo'ladimi? 16 dan 8 dersak 8. Natron chiqyapti. Tushunyapsizmi? Yozaymi yo? Tushunyapsizmi? Qo'yib hisob-kitob qilayotgan joyimga. Demak, 4 to'g'ri keldi. 5 to'g'ri keladimi? 5 kvadrat 25, 128 25 ga bo'linmaydi. 6, 36 va u ham to'g'ri kelmaydi. 7, 8chi. 8 qo'ysa, 8 kvadrati 64, 128 64 ga bo'linadi. 2 bo'ladi. 16 ga kelsak 14. 14 natron. Xo'p, 9 to'g'ri kelmaydi. 81 ikkita 128 bo'lmaydi. Ya'ni inga 9 olganimda, endi o'rniga 9 qo'ysam 9 kvadrati 81 128 81 ga bo'linmaydi. 16 ni kvadrati to'g'rimi? 10, 11, 12 birortasi bo'linmaydi. 16 qo'ysak bo'ladi. 16 ni kvadrati 256. 128 ni 256 ga bo'lib bo'lmaydi. To'g'rimi? Katta bo'lib ketdi o'sha mahraji. 1 taqsim 5 0 butun 0.5 qoladi. To'g'rimi? Demak, qolgani to'g'ri kelmaydi va hammasi katta bo'lib ketaveradi-da. Nechta ekan? 2 tami ekan? 2 ta ekan, ha? Qaysi javob? C javob. Tushundik-a? Xo'p, 50-misolni nima qilsak bo'ladi? Iloji boricha soddalashtirib ishlashga harakat qilinglar. 3 ko'paygan n-1 taqsim n plus 2 foda n'ning nechta butun qiymatda natron bo'ladi? Qanaqa qiymatda? Butun. Endi qaranglar, n'ga qanaqa qiymat qo'yamiz? Butun. Mana katta z degan butun degani. Ya'ni -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3 o'sha qiymatlar qo'ysang, foda qanaqa son chiqishi kerak? Natron son chiqsin deyapti. N'ning nechta butun qiymatida foda natron son chiqadi deyapti. Xo'p.
Demak, endi qiymatini so'ralyapti nechtaligi. Qaranglar, buni soddalashtirib olsak. Asalbek, Avaz. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? -3 ayirib +3 qo'shib olsak-da, ikkalasini hisob kitob qilsak necha bo'ladi? 0 ketadi. Hech narsa o'zgarmaganda o'z holida qolaveradi. To'g'rimi? Shehroz? Demak, bu ikkalasini hisob kitob qilayotgan bo'lsak, 0 bo'lib o'z holida qoladi. Nimaga aynan -3 +3 deyapman men hozir? Qaranglar. Mana bu joyiga qarayman suratga. 3-ku. 3-ni oldi Shodiyona. 3-ni oldi nima turibdi? Plus bo'lib turibdimi? Yuqorida 3-ni yo'qotib yubormoqchiman-da men. O'shaning uchun -3 +3 deb yozib olyapman. Agar shu joy 2 ta n bo'lganda-da, -2 +2 deb yozib olgan bo'laydi. Agar mana shu joy minusda 4 n bo'lganda-da, mana bu joyga +4 ayrilgan 4 deydim, soddalashtirib olishim uchun-da. Nimaga aynan unaqa qilyapsiz? Mana qaranglar. Mana bunga umumiy maxraj berishdan n +2 beriladimi? Mana bu tagi bunga bermayman. Agar bunga ham bersalar, yana o'z holiga qaytib qoladi. Demak, mana tenglik 3n -1 -3 ni +2 ga ko'paytirsak -3n, -3 ni +2 ga ko'paytirsak -6, tagi n +2. Keyinchi +3. Xo'p, +3 bilan -3 nima bo'ladi? Qisqarib ketadi, 0 bo'ladi. -1 -6 -7. Mahraji n +2 +3. Ko'rdinglar, yuqorida endi yo'qotib yubordim. Agar shu n +2 ni 3 ta ham sizga bersalaring va soddalashtiradigan bo'lsalaring, 3n -1 taqsim n +2 ni qaytarib beradi. Tushunarli? Nima uchun -3 +3 yozib olganim? Yuqorida endi yo'qotib olmoqchiman, soddalashtirib olmoqchiman. Endi n'ga butun son qo'yayotganimda, qaranglar, katta z degani butun son degan. N'ga butun son tanlayotganimda o'ylab tanlayman. Ya'ni 7 ni bo'la olishi kerak. Tushunarli? Necha qo'ysak bo'ladi n'ga? Butun son qo'ysalaring bo'ladi. 0, 1, -1, -2, 3 va hokazo. Masalan, -9 qo'ysak bo'ladi, -9 qo'yamiz. -9 endi o'rniga qo'yapman. -9 +2 nima bo'ladi? -7. -7 ni -7 ga bo'lsalang +1. 1 ga qo'shsak 4. 4 natural sonmi? Ifoda natural son chiqsin deyatdimi? Demak, -9 to'g'ri keldi. 5 qo'ysak keyingisiga qaranglar. 5 ga 2 ni qo'shsak 7. -7 ni 7 ga bo'lsak -1. -1 plusdan 3 +2. 2 natural son. Demak, 5 ham to'g'ri keldi. Necha qo'ysak bo'ladi yana? -3 qo'ysak bo'ladimi? Qaranglar. -3 qo'ysak, -3 +2 nima bo'ladi? -1. -7 ni -1 ga bo'lsalar +7. +7 ga qo'shsak 10 bo'ladi. 10 ham natural son. Yana nima qo'ysak bo'ladi? Necha qo'ysak bo'ladi yana? -9, 5, -3 qo'ydik. -16 qo'ysak, -16 +2 -14 bo'ladi. Mahraji katta bo'lib ketadi. Suratdan mahraj katta bo'lib ketadi. Demak, endi nechta qiymatda hammasi natural son chiqdi. Uchalasida ham -9, 5, -3. Yana variantlar bormi? Nimadir qo'yib olsak. Boshqa variant yo'q. Demak, nechta qiymatda ekan? 3 ta qiymatda ekan. Bejo. Tushunarli? Illik 4-misolga qaraymiz. Soddalashtiring deyapti. Xo'p, qaranglar. Formulalar bilasizlar. Agar darajani ustidan daraja tushib qolsa, nima bo'ladi darajalar? Ko'paytiriladi, to'g'rimi? Agar a ni x-si ko'paygan, a ni y-si asoslar bir xil bo'lib o'rtalar ko'paysa, darajalar qo'shiladi. Bo'linsa darajalar ayriladi, to'g'rimi? Demak, o'rtasi nima? Ko'paytma. Ikkilar bir xilmi? Darajalar nima qilsak bo'ladi? Bitta 2 ni yozib ol. 5n +3 ga, to'g'rimi? Qo'shamiz nimani? 3n -4 da. Qas qo'yishim shartmi? Plus bo'lsa ichkariga ta'sirlashtirsak, hech narsa
minus bo'lsa o'zgaradi. Unda qasd qo'yishimiz shart. Demak, 3n minus 400 ni yozib qo'ysak ham bo'ladi. Tushunarli? Mana buni yozib oldim. Xo'p, mahraji nima turibdi? 2 ni darajasida 4n plus 1. Demak, tenglik 2 ni yozyapman. 5 ga 3 ni qo'shsak 8n plus 3 minus 4 minus 1. Mahrajimiz 2 ni darajasida 4n plus 1. Ikkilar bir xilmi? Bo'linyaptimi? Darajalar bir-biridan ayriladi. Yuqoridagidan pastdagini ayiramiz. 8 ta n minus 1 dan ayiramiz, ha? Nimani yerga tashlaymiz? 4n plus 1 da. Xo'p, tenglik 2 ni ustidan nima turibdi? 8 n minus 1 mi? Demak, nima qilamiz? Minus aslashtiramizmi? Minusga plus 4n nima bo'ladi? Minusdan 4n minusga plus 1 minus 1. Tushunarlimi? 2 ni yozyapman, qaranglar. 8 dan 4n ni ayirib tashlasak, nima bo'ladi? 4n bo'ladi, to'g'rimi? 4n minus 1 minus 1 nima bo'ladi? Minusdan 2. 2 ni darajasida 4n minus 2. Ye javob, ha? Tushunarli? Xabar tushundimi? Xo'p. 58-misolimiz. Qaranglar, ani qiymatini beryapti bizlarga. 7 plus ilzosti 3. Buni qiymati-chi? 7 minus ilzosti 3. Shaqam? Nima qilamiz? Uni qo'yib taylaymizmi? Birinchi ochirda soddalashtirib va hisob-kitob qilib, oxirida o'rniga qiymatini qo'yib ishlab qo'yamiz. Demak, qaranglar. Tenglik a kub minus b kubga qisqa ko'paytirish formulasi toppa-tayyor ochib chiqsak shuni. Nima deb ochib chiqiladi? A minus b ko'paygan a kvadrat plusdan a ko'paygan b plusdan b ning kvadrati. Mahraji a kvadrat minus b kvadratmi? Buni ham ochib chiqayotgan bo'lsak nima bo'ladi? A minus b ko'paygan a plus b. Shunaqami? Xo'p, o'rta nima? Bo'linmami? Nima qilamiz? Ko'paytirishga aylantirsak. Mahrajga bitta e'tibor qaratamiz. A kub plusdan 3ta kvadrat b plusdan 3a kvadrat plus b kubga nimani qas kubi bu? A plus buni qas kubimi? Suratga chiqaryapsiz-ku hozir. Mana ko'paytmoqqa. A plusdan mana qasda kub bo'lib chiqaman. Mana qasda chizig'i. Tagiga nima tushib qoladi? Bitta aylantirib olyapmiz-ku. A kvadrat plus ab plus b kvadrat tushib qoladi. To'g'rimi? Mahrajiga a kvadrat plusdan a ko'paygan b plus b ning kvadrati. Tushunarli? Mana shu aylantirib olamiz. O'rta bo'linmaydi-ku. Aylantirib bitta aylantirib, ko'paytirib aylantirib olyapmiz. Demak, qaraymiz. A minus b bilan a minus b qisqarib ketadimi? Mana bu a plus bilan qas kubi bilan a plus bilan bitta ketadimi? Bu yerda qas kvadrat qoladi. Demak, a kvadrat plus ab plus b kvadrat bilan bu tagida a kvadrat plus ab plus b kvadrat qisqarib ketadi. Tushunarli? O'rta ko'paytdi. Demak, mana tenglik. Yuqorida nima qilyapti? A plus bilan qas kvadrati. Ko'rinyapti o'sha joyim? Mahrajda bir qolyapti, hammasi qisqarib ketdiki, yozish shart emas. Mana soddalashtirib qo'yib oldikmi? A o'rniga qiymat bergan. 7 plus ilzoqsi 3, b o'rniga 7 minus ilzoqsi 3 qo'yasan deyapti. Endi olib kelib qo'ysak bo'ladi. Demak, mana qaranglar, tenglik. Qavs A o'rniga qo'yapmiz. Nima qo'yamiz? 7 plus ilzoqsi 3 o'rta plus b. B o'rniga nima qo'yamiz? 7 minus ilzoqsi 3 qas kvadrati. Tushunarli? A va b o'rniga qo'yib oldimda. Mana qas kvadrati edi, oxirida mana qas kvadrati yozib olyapman. Tushundingmi? Demak, plus ilzoqsi 3 bilan minus ilzoqsi 3 nima bo'ladi? 0 ketadimi, qisqarib ketadi? Plus 7 nechi bo'ladi? 14 ni nimasi bo'lib qolyapti? Kvadrati. 14 kvadrati nechi bo'ladi? 196.
integrali S javob. Hamma tushundiya? Qolgan misollarni hammasini ishlaymiz. O'xshaydiganlarini ko'rsatdim. Hammaga rahmat.